so'zlab, endi mana Turkiyadan kelgan mehmonlarimizni xatlashmasam, ismi Abdurahmon bo'lishi kerak. Bir javob bersa, senga tayyor bo'lamiz. Mana teşekkür qadamlarga o'tibdi. Ko'pchilikga iltimos bilan o'zimiz sahnaga kelib, Uyg'urcha gap qilsizmi? Ha, albatta, mendan davomsa qisqacha 1-2 minut o'zi mashadagi Murod maqsadini aytib o'tib ketsin. Marhamat. Assalomu alaykum, o'ttizo'g'il. Hammalarning nashrlik muborak bo'lsin deb. Mendek söz qobiliyatim o kadar yaxshi emas. Ama Uyg'urcham yaxshi, chunki men vatanda cho'ng bo'ldim. 7-8 yildan buyon mishada turayotganlarga o'xshash vatansiz bo'lib, ya'ni garchi Qozog'istonda tug'ilsamlarmi, dadamlar kelsimi, bobomlar kelsimi, bizning vatan Qozog'iston emas, Qirg'iziston emas, men yashayotgan Turkiya va Gollandiya emas. Bizning vatan hammalarga bilamiz, ayrim bir vatanimiz bor. Tabiat siyasi sözlerden olmuyor. Eskilerleşte hemen biraz hayacanlandım desem buludu. Ben o Trasya'da tuncu kıtım geldim. Köp vaktimlarımı ağım yok. Çünkü bir yerde hoşal olsun deyip yığıldım meyle. Meyadaki akimizi gördüm. Geplerini anlatmaya ait hoşal buldum. Gerçekten ben Geni Batır'ın tönügün keliş aldıdır. Kabrisiga bordim, resimlarga tattım, uyini ziyorat qildim. Batırlarimizni her zaman xalq unutmaydi. Sizni ham bütün Uyg'urlar albatta unutmaydi. Aziz qarindoshlar, men Qozog'istonga tunji qitim keldim. Oldin qitimlarda bir necha yig'inlarda bekatlam. Bu yerdagi yani isim sansam mesela Rizo Samedi, Qahramon G'ojanbardi, Abdurashid Turdiyev, Miyadi inimiz Alişir, Ekber aka bularlar Yaponiyada yoki Germaniyada, Gollandiyada bu yerlarda bilib oldik. Bular taklif qildi bir kelib o'ynab ket, vatanni ko'rgandek bo'lsan dedi. Haqiqatan men 8 yilga vatanga qaytmagan, qaytish yo'limni o'zim bilib turib yetib qo'yaylik. Mayli bu yerdagilar siyosatga aralashsin, aralashmasin, Uyg'ur deganning o'zi tug'ildikmi, siyosatning ichida tug'ildik degan gap. Bununla qolganda hammalar o'zining ko'nglidagini, vijdonini o'zi hisobchisi bo'ladi. Bu yerda millat siyosatga aralashayli, aralashmayli, ammo hammalar o'zining qo'ldan kelganini qilsin. Bu yerda do'ppilarni kiyibdi, men haqiqatan vatanni bu qadar bunday bir manzarani ko'rgil olmaydi. Mana bu shuning o'zi bir siyosat, o'zining milliy madaniyatini, o'zining kimligini saqlab qolishning o'zi eng chong siyosat hozirgi vaqtning o'zida. Mana vatanda ko'ryapmiz, til yo'qolib ketdi. Qozog'istonda ham shunda ruscha, qozoqcha hammasi ballar gapirmay, Uyg'urcha bilmaydigan nurg'un ballarni ko'rdim men Olmaotada. Bu nihoyat ichinishli bir ahvol. Men gapim jib uzatmay, ya'ni butun deydigan roman hikoyamni ba'da 3 kunlik qisqa bir she'r bor ekan. Shuni bilan tugatay. Ben şiir okuşunu, şiirini yazışını bilmeyim ama özüm sana mektepte okugan keliş maqsadimni bir qisqa o'qib berayim. Men Türkiye Devlet Televizyasiga Uyg'urlarning tarixini film qilish uchun, hujjatli film uchun Türkiye'de ve başka devletlerde suratga o'tamiz. Ve bu Qozog'istonni men o'zim bir ko'rib, bu yerdagi Uyg'urlarning haqiqiy ahvolini ko'rish uchun bir Türk rejissyor bilan birlikda kelgan. O kadar şu başka suratlarni otdim. Men yerkenga bu yerda Alişir ve Ekber akaning Emrajon akaning birlikda taklif qilishi bilan bu yerga kelib qarindoshlar bilan ko'rishay dedim. Taleylik bo'lganman, men ular bilan ko'rishib oldim. Tövende sizlarga merhum vatanparvar inqilobchilarimizdan Abduqodir Damollonning o'g'li Abdulaziz Mahsum, balkim biladigansizlar, bu odamning bir she'ri bor ekan. Bu odam balkim bilamsizlar, Uyg'ur tarixida eng uzun turmada yotgan, hozirgacha bilingan birdan-bir shaxs Abdulaziz Mahsum 52 yil Shimishsayning, mayli Gomindangning, mayli Gomsandangning hammasining turmada yetib, eng oxirida poyezd besib o'lgan ekan. Bu odamning turmada yozgan bir she'ri bor ekan. Bu şiirni keyingi yıllarda bu adamның namı e'lon qilinish bo'lmaganlik uchun Abdurahim O'tkirning nomida e'lon qilingan ekan. 3 kublut şiir ekan. Men o'sha bilan gapimni tugatay. Qalam sundi, alam azdi, nazuk dilimni. Shamol darib kekash qildi bulbul tilimni. Qo'lim tutmas, putum basmas, bo'ldum paralik. Nimam bilan qilay rozi aziz ilimni.
Qara tünler ilkide bir gün tuğuldum. Tuğuldum hem kafes içide dertke boğuldum. Ömrüm menen hasret bilen, dert bilen ötermi? Elgi hizmet kılay digen oğuldum. Tirik desem tiriklikte mana yok. Öley desem ölmeklikке bana yok. Günde teşviş, günde elem, günde derd oğem. Derdimni eytay desem anlarga dana yok. Yani türmüde çünkü özünün bunun kutkazgıçısı yok. Çıkay dese çıkanmaydı, özünü öldürey dese İslam dininde özünü öldürüş günah. Başka bir amal yok, kıyın, kısta, karanlık türmüle. Yani türmüde itibak Allah olsun bunun temini bilişi mümkün. İnşallah Allah hiç kimde türmünün azabıga bolup mu Xitayning türmüsünün azabıga duçar kılmasın. Bir yerdeki kerimdaşlar müzikasini çalsın, kassap koyunu soysun, aşpez tamıkını etsin, sodiga pulu tapsın. Ama vatanni, milletni unutmaylı. Vatan millet için işlevatkan kerimdaşlarımızga bek yakın dostluk bildiremesek mi düşman gözüyle karamaylı, sorularımızga teklif kılaylı. Küreş kesenin nakşilere okşaş. Bana salam vermesenlanmaylı, vatanga salam denla deb etip başlamı şundak ağızlarından ketken. Hiç olmasa siyaset kuvvetlen kerimdaşlarımızga düşman gözümüzden karamaylı, hiçbir zaman ziyaret olmaydı. Benim işlerde ben çok hürmet kılgan ülkelerimizden Reza Semed Aka, Kahraman Aka, Abdurrahman Turdiyev, Bula başladı yaxşı hizmetlerini koyutuptu. Bu kıdım yapı niyedeki saylamı ben bütün söhbetini söyleyip aldım. Bir yerde mesela Abdurrahman Turdiyev Dünya Uygur Kurultayı'nın Kazakistan'da yani Orta Asya Turuşluk Muavin Reisi olup saylandı. Bu adamlarını çokum bir kollap koysanlar yaxşı olurdu. Başka bir gibim yok. Emmalaga, dinimlaga salamet, turmuşumlaga utuq dilayman. Köp sözlep koydum. Hep okula aslan. Rahmet.